Bugun biz nutritsiyologiya va dietologiya fanidan amaliyot darslarimizni boshlaymiz. Keling bo'lmasam, amaliyot darsimizga nazar solsak. Assalomu alaykum ustoz. Bugungi amaliyot darslarimiz qanday o'tadi? Va alaykum assalom. Bugungi amaliy darsimizda asosan tana vazni oshgan bemorlarimizda foydali mahsulotlar, ya'ni semizlikka chalingan bemorga foydali bo'lgan mahsulotlar, ya'ni salat tayyorlab ko'rsatamiz. Hozir buni qizlarimiz bilan birgalikda amaliy bajaramiz. Filisida 100 gramida 260 kilokaloriya bo'lib, unda oqsillar, magniy, kaliy va boshqa vitaminlarga boy. Pomidorning 100 grammi o'zida 25 kilokaloriyani saqlaydi va pomidorning 95%ni suv tashkil etadi. U kaliy, kalsiy, fosfor, har xil vitaminlarga boy foydali mahsulot hisoblanadi. Sovuq tuxumi 100 grammi 157 kilokaloriyani tashkil etadi. Asosiy qismi oqsillarga boy bo'lib, vitamin A, vitamin E va vitamin E, kalsiy, fosfor bilan organizmni ta'minlaydi. Biz salat bargining foydali tomonlari haqida gaplashamiz. Salat bargida 100 grammida 15 kilokaloriyani tashkil etadi. Unda kaliy, kalsiy, magniy bilan odam organizmni boyitadi. Unda vitamin P, vitamin B, vitamin C bilan organizmni ta'minlaydi. Bodring 100 grammi 15 kilokaloriyani tashkil etadi. Uning 95% suvni tashkil etadi. U vitamin A, vitamin B, vitamin PP, vitamin C bilan organizmni boyitadi. Ozuqaviy tolalarga boy. Zaytun moyi asosan o'simlik moyi bo'lib, bizning organizmimizni A, E vitaminlari bilan boyitadi va terimizni go'zal qiladi. Bu asosan tana vazni ortgan insonlar uchun juda ham foydali. Piyozning 100 grammini 40 kilokaloriya tashkil etib, organizmimizga efir moylari, vitamin C, fitositlarni, organik kislotalarni bilan organizmimizni boyitadi. Bugungi dietologiya va nutritsiyologiya asoslari fani, ya'ni amaliy mashg'ulotdan tayyorlagan salatimiz tayyor. Bu salatimiz tana vazni oshgan, ya'ni semizlikka chalingan insonlar uchun juda ham foydali. Buni tarkibini asosiy qismini badring, pomidori, tovuq go'shti, undan tashqari salat bargi tashkil etadi. Bular organizmdagi yog'larni eritishga yordam beradi hamda kilokaloriyasi past hisoblanadi. Marhamat olinglar.